Ancha paytdan beri sochimni aynan mana shu rangga bo'yamoqchi edim. Rostini aytsam, ko'plab mutaxassislarga bordim va harakat qilib ko'rdik, lekin men xohlagan rang chiqmayotgan edi. Mana bugun ajablanarli jihati Tojikistonga kelib, aylanay salonida o'sha maqtalgan, yosh bo'lishiga qaramasdan ko'plab muxlislariga, o'zini yaxshi klientlar bazasiga ega bo'lgan Shahzodani oldilariga keldim. Aynan mana shu salon aylanaya rahbarlari Shahnozaxonni qizlari ekan. Bor yo'g'i 19 yoshda. Qani eplarmikinlar dedim, lekin aynan mana shu yosh qiz men xohlagan rangga, aynan men xohlagandek qilib chiroyli qilib chiqarib berdilar. Buni qaranglar, hozir urf bo'lgan rang. Hamma tolalari chiroyli qilingan, hamma narsa joy-joyida. Hammaga tavsiya qilaman. Boshqacha qanaqadir hech qayerda ko'rmagan, hech kimda ko'rilmagan hali Yevropadagi yoki boshqa bir modellardagi soch turmaklarini yoki ranglarini ko'rsanglar, bemalol mana shu qizga ishonib topshirsanglar bo'lar ekan. Aynan siz xohlagandek zo'r qilib chiqarib berar ekanlar. Menga masalan juda ham yoqdi. Rahmat Qudratxon.